Kıymetli tamaşaçılar, tevendi sizlerge önlüğümüzdeki yaş Oy, siz kim bolısınız? Mama, happy the girl. Bu yerda nima ish qilasiz? Voy, bu yerda nima ish qiladilar shu o'jan. Atyangiz qalasa ham xuddi bir necha uslab ketdi, naqsh etib ketdi o'jan. Hech qaysi mendak o'ynayamatgan, mendak aytamatgan o'jan. Voy, chiqsay qo'g'an. Ashuna artistmishda o'jay. Oy, siz usul o'ynay olamsiz? O'ynayman. Ha, o'ynab bakın qalamsiz? Voy, shamol qo'ydayman usulni. Bunda dum dab chapasla o'ynayman. Dab chalalamni go'mosh. Ay, masla xalat bay az jumlaq dab bilib chapasa, sat to'qqaltga. Hocam, masla top bo'ldi. Dab deganmi soqcha qolam dik. Hocam, o'zimni bir tuzashdi bo'ldi. Ha. Qaysi paydaga chapirman? O'zim bilgan paydaga chapirlar. Shu qaysi paydaga o'ynaysiz? Hocam, emas qo'sqimdikini tap degan paydaga chapirasiz. Astagfirullah. Hey, men sizdan qo'sqingizni qanday bilaman? Hocam, ne deb ajab. Eski bir qalasa, ajab qilinadi ekan bu odamning ko'zdan baliqansi qalab turgan hocam. Ya boşa qalamatgan qilindi, qalab. Nima dikatni qilib? Men bunda kimni desamni kulaman degan paydaga chapasi o'ynab beramiz. Ha, bo'ladi. Qani o'ynab baqing. Chaslamiz. Kelme deysen karşımga, kelimen kelemem, rencip kaldım demişke, bilmem bilemem. Balıbek koylarımdın, egrifetin yar, sen yürektin, izzat atıp kettim mi değil mi? Baldı, ornunuz durun. Skript geldi. Siz, nakşımı okuyalamsiz? Okuyman hocam. Eğer nakşımdan kitap okuyman, tot okuyman. Andaqda qaysi naqshni o'qirsiz? Shapul shaqilling shido. Ahan qandaq dab chapiray. Voy, ilmi shu shapul shaqilling shido deb tuliga pisadi deb o'qiydi. Yo, bu angmi shapul shaqilling qana naqshidu ha? O'qiyman sen. O'qing anglab baqing. O'qiyay zangli qilma, jima. Ma'qul, o'qiyveram. Shap Ucuna, bir dakika okuyayım babamı da okudu. Şap, ucağım, babamdan okudu bu nakş, başı nakş okudu. Ağzım şaptulda poğuç kalpıkım yemiş, bulvatı da okudu bu sen. Ucuna, mana, nemeyken desem, kalpıkımdan şerihken. Ucağım, külüvatkına acayip bir kırıyken okudu. Ben bilek nakş okudu, bulmayken bu nakşı. Başka nakş o'qib e'lon qilyapchiman. E'lon qilamizmi? Anda qaysi naqshni e'lon qilib beraman? Voy, o'zim e'lon qilib o'qiyalayman, hocam. Meni so'lach ketmaydi, qo'shimcha lazım yo'q. O'qiymanmi sen? Ha, o'qib baqing. Naqsha deyman. So'zi Ahad Saidning, musiqasi Mahad Saidning. O'zim urlayman. Aslida e'lonchi ekan mana. Qanday o'stan ko'tama, qanda atlab o'tama, qanda dasab o'tama. Otlari yomon ekan, qanda tashlab ketaman. Otlari yomon ekan, qanda tashlab ketaman. Qanda naqsham o'xshidimi? Voy, naqsham o'xshidimi da'vatuna bunda? O'xshida, xanam o'xshida. Sening naqshlardan o'zim yaqqan samslar bek o'xshida. Ko'zlarini yosh aql turibdi-ku. Sizlar yaqqan samsining yig'i aqlga o'xshaydi. Voy jinam, mantiqa mening aytgan naqshamdan ta'sirlanib ketib ko'zi ishqildiga o'xshaydi. Ha, shunda qildi xanam. Siz naqsh emas samsi ekanligimi deyman? Samsi? Qas samsi. Voy, qulam tegib ketdi.
Bo'ldi, xanım, bo'ldi. Sizning nervlaringiz sal chapaqgan xanım. Siz naqsh o'qiyman, uslayman degicha boshqa ishga so'g'idek. Naqshini naqshcha etsin, usulni usulcha o'ynasin. Ha? Artist deganga bunda tan salomatlik yaxshi odamlar qabul qilmadi. Chunki necha ming odamning için bir qancha artist chiqadi. Artistlar asosan kishilarga ma'naviy oziq beruvchi hisoblanadi. Eng yaxshisi oltinni zaganing so'qqin tuzuk. Hozir sizlarga naqshimiz Abduxalil shodliq to'lgan kishi degan naqshni aytib berdi. Siz o'ltirib kirib bersa, hamma sizlarga shu oson tushadi. Mas o'ltirsa.